İmam Gazali rahimehullah mundaq deydi. Qo'rqish Allohning bandalarni o'ziga yaqinlashtiradigan ilm va amalga haydaydigan qamchisidir. Allohdan qo'rqish bandani Allohning azobiga uchrab qilishdan nazar aylash, parhezkor bo'lish, taqvolik, Allohni aslash va Allohning rahmatiga yetkazadigan butun amallarga olib boradi. Qo'rqish agar bandaning amaliga ta'sir qilmasa, bo'lg'ini bilan bo'lmaganining hech farqi yo'q. Shundaqla qo'rqish agar bandani faqat nafsiy shahvatlardan yiroq turishga olib borsa, bu bandani bir daraja o'rlitadi. Agar bu parhezkorlik olib borsa, bandani yana bir daraja o'rlitadi. Eng yuksak daraja bo'lsa, siddiqlarning darajasiga yetishdir. Bu darajaga yetish uchun Allohdan qo'rqish jismoniy va aqliy sog'lomlikni saqlab qolgan asosda bo'lishi kerak. Agar bu darajaga yetish uchun jismoniy va aqliy sog'lomlik ziyon uchraydigan bo'lsa, bu davolash kerak bo'lgan bir kasallikka aylanib qolgan bo'ladi. Hayron qolarlik bir ish. Agar biz mol dunyo topmoqchi bo'lsak, dehqonchilik qilish uchun etizariqning ishlari bilan mashg'ul bo'lamiz. Tijorat qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, har turli mushaqqatlarni tortadi, xatarga tavakkul qiladi. Agar ilm egallamoqchi bo'lsak, ilm o'qish, yodlash, takror qilish deganga o'xshash ishlarning jafosiga chidaymiz. Oddiysi kundalik rizqimizni tepish uchunmi Allohning rizqimizga kepil ekanligiga ishonaman deb uydan chiqmay o'tirib, "Ey Alloh, menga rizq bersla" deb duo qilib o'tirmaymiz. Ammo oxiratdagi abadiy baxt saodat tugamas ne'matlarga erishish uchun bo'lsa, "Ey Alloh, gunohlarimizni mag'firat qilsla, bizga rahim qilsla" deb duo qilib qo'yish bilan qanoatlanamiz. Vaholanki, butun umidimiz va izzat sharafimiz ilkida bo'lgan zot shundoq deb nido qiladi. "Va allaysa lil insani illa ma sa'a." Inson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. Yana shuning bilan birga Allohga qilgan ibodatlarimiz va boshqa amallarimizning hammasiga Allohning o'z fazli bilan bergan xolis tavba qilish fursati hamroh bo'lmaganida bizga qoladigani yana tortgan jafo mushaqqatlarimiz bo'ladi. Shuning uchun qilgan amal ibodatlarimizga har vaqt tavba hamroh qilishimiz kerak. Nodonlarni do'st tutmag'in, chunki undaq kishilarning suhbati yolg'izlik va ayrilish bilan oyoqlashadi. Undaq kishilarning yaxshi ish qildim deb turib qilgan ishi sana yaxshilik qilaman deb o'ylab turib ziyon yetkazib qo'yish bo'ladi. Shuning uchun nodon do'stdan aqlliq tushmay yaxshi. Nachar axloqli kishilarni do'st tutmag'in. Undaq kishilar ochiq kelgan yoki nafsining kayni kirganda o'zini tuta olmaydi. Cho'ng gunohlardan o'zini tortmaydigan fasiq kishilarni do'st tutmag'in. Chunki Allohdan qo'rqqan kishi cho'ng gunohdan o'zini tortadi. Allohdan qo'rqmagan kishining qo'lidan bo'lsa, har balo keladi. Dunyoga erisman kishilarni do'st tutmag'in. Undaq kishilarning do'stligi seni o'ltiradigan zahar bo'ladi. Chunki inson xarakteri o'zini boshqalarga o'xshatish va agishishga moyil keladi. Balki o'zini tuymasdan boshqalarning xarakterini yo'qotib oladi. Shuning uchun dunyoga erisman kishilar bilan ham suhbatda bo'lish, sening bu dunyoga bo'lgan erismanligingni orttirsa, zoidlar bilan ham suhbatda bo'lish zoidligingni orttiradi. Yolg'onchi kishilarni do'st tutmag'in. Chunki sen undaq kishilarning aldash obyektiga aylanib qolishing mumkin. Undaq kishilar sarrafga o'xshaydi. Sendan yiroq turib yaqin turib yiroq ko'rinalaydi. Dunyo va oxirat insonning ichki dunyosining ikki xil holatidan iborat. U ikkisining sana yaqin bo'lgani dunyo deb ataladi. Dunyo inson o'lib ketishdan burungi butun holatni o'z ichiga oladi. Keyin keldigani bo'lsa oxirat deb ataladi. Oxirat insonning o'limidan keyingi butun ahvollarni ko'rsatadi. Demak, inson dunyo hayotida erishadigan ta'lay, arzu arman, har turli istak va xushallik bor bo'lgan. Shundaqla o'lib ketishdan burun ko'z oldingda naq bo'lganning hammasi sening haqqing bo'lgan dunyo lazzatlaridir. Bular nuqul yomon ko'riladigan narsalar bo'lmasdan tövendeki 3 xil ahvolga qarta baho berishimiz mumkin. Birinchi, insonga oxiratda hamroh bo'ladigan, o'limidan keyin natijasi baqiy qoladigan ishlar bor. U bo'lsa-mu ilm va amaldan iborat. Ilm Allohni, Allohning malaikalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va boshqalarni tanishdan iborat. Amal bo'lsa Allah rızası ko'zlab qilingan amallardir. Bular dunyolik uchun emas. Ikkinchi, dunyolik foydasi naq bo'lgan, oxiratga hech qanday foydasi bo'lmaydigan ishlar. Gunoh ma'siyatlar bilan ko'ngilni xush qilish, Allohga isyon darajasiga elib boradigan paravan turmush. Uchinchi, dunyolik nasiyus naq bo'lish bilan birga oxirat uchun qilinadigan amallarga yordamda bo'ladigan ishlar. Bular yemak-ichmak, kiyim-kechak, shundaqla insonning jismoniy sog'lomligi uchun kerak bo'lgan har qanday ishlar. Bu ishlar dunyolik emas, birinchi tur bo'lgan oxiratga tava ishlardir. Shuning uchun bu ishlarni insonni oxiratga yetkazadigan vasila deyishga bo'ladi. Qarindoshlik 3 turlikdir. Birinchi oxiratlik qarindishing. Bu qarindishing bilan aralashganda diniy jihatdagi ishlarga diqqat qilgin. Ikkinchi, dunyolik qarindishing.
bu qarindishing bilan aralashganda axloqqa diqqat qilgin. 3. Her türlü işlerde kilişalaydigan qarindishing. Sen bu qarindishing bilan aralashganda bütün işlarga diqqat qilgin. Kiyim-kechak Allohning bandalarning badanlarini yo'gish uchun bergan ne'matidir. Kiyimlarning eng isili taqvoliq kiyimidir. Sana nisbatan eng isil kiyim bo'lsa, sirlaringga Allohdan boshqasining vaqif bo'lmasligidir. Agar sen bu kiyimni kiyganingda Allohning sevgisining bandalarning ayıblarini yepish ekanligini eslagin va kishilarni sen bilib qolgan ayıblar bilan rasvo qilmagin. Balki o'z ayıblaringni yo'gashga ko'ngil bilgin va Allohning ayıblaringdan poklash uchun har vaqt iltijo qilishni to'xtatmagin. Banda agar o'z gunohini unutib qolsa, bu uning uchun azob bo'ladi va bu orqali gunoh o'tkazishga jur'at ortib ketadi. Banda agar g'aflat uyqusidan uyg'onsa, gunohlarni ko'z oldiga keltirib, maxfiy ko'z yoshi to'kadi, qalbini qo'rqinch bosadi, Rabbidan hayo qilib, qalbi erib ketadi. Kishilarga amr ma'ruf qilmoqchi bo'lgan kishi qo'pollik va ochiqlanish bilan emas, mehribonlik va rahim shafqat bilan qilish kerak. Ularga yesdoshlik nazar bilan qarash kerak. Bu haqda saqlanish kerak bo'lgan intayin buyuk bir ofat bor. O bo'lsa-mu, da'vat qilgan kishining o'zini olim, boshqalarni bo'lsa bilimsiz deb qarab to'van ko'rishi. Balkim ba'zi kishilar amr ma'ruf qilish orqali o'zidagi ilmning sharafi bilan boshqalardan farq ekanligini, qarshisidagi bilimsiz kishining bo'lsa to'van o'rinda ekanligini bildirib qo'yishni maqsad qilishi mumkin. Agar amr ma'ruf qilishdan bundaq bir maqsad ko'zlangan bo'lsa, bu ahvol o kishining qarshisidagi kishining xatoligidan ig'ir bir xatolik bo'ladi. Bundaq da'vatchining misoli o'zini o'tib tashlash orqali boshqalarni o'tdan qutuldirmoqchi bo'lgan kishining misolidir. Bu naqadar bilimsizlik,